Janubiy Germaniya gazetining 4 noyabr e'lon qilgan Scholz kishilik huquq ichki ishlarga aralashganlik emas nomli xabarda bayon qilishicha, Xitoydagi bir kunlik ziyoratini boshlagan Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bugun Beijingda Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan birga muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazganda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın dokladını nazarda tutup, Xitayning Uyg'urlarga ig'ir darajada kishilik huquq dafsanchiligi yurgizayotganlik sababli ayblanayotgan rayon, ya'ni Uyg'ur diyori haqida to'xtalib o'tgan va kishilik huquq ichki ishlarga aralashganlik emas degan. Menschenrechte sind in ihrer Gültigkeit universell. Das gilt für individuelle Bürger- und Freiheitsrechte genauso wie für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und das gilt in besonderem Maße für den Schutz von Minderheitenrechten. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben sich darauf verpflichtet. An diese Verpflichtung zu erinnern und die Umsetzung dieser Rechte anzumahnen, zum Beispiel in der Provinz Xinjiang, ist deswegen keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Hier bestehen, das hat unser Gespräch mir gezeigt, Differenzen zwischen den Ländern. Darüber hat auch schon der Ministerpräsident geredet. Mir war es wichtig, unsere Überzeugung klarzustellen. Bu meseleni davamlıq sözleşmekçi bolğan. Germaniya matbuatlarda Scholzning Uyg'urlar meselesi to'g'risida yana nimalarni tilga olganligi hozircha bayon qilinmagan. U Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'urlar to'g'riliq so'z qildimi yo'q, bu noma'lum. Xabarlarda Scholzning bu qitimqi ziyoratda Xitoyni Rossiyani qo'llamaslikqa ko'ndirishga uringanligi, Rossiya Ukraina urushini baldurroq oxirlashtirishga kuch chiqarishni talab qilganligi, Tayvan meselesini tinch hal qilishni tashabbus qilganligi va Xitoyning dunyo tinchligini qo'llash mas'uliyati bo'lgan cho'ng davlat ekanligini tilga olganligi ko'proq ta'kidlangan. Xitoy raisi Xi Jinping Germaniya Xitoy ikki taraf munosabatini texmo cho'nqurlashtirishni xohlaydiganligini bildirgan. Scholzning bugun mening Beijingga kelganim yaxshi va to'g'ri bo'lgan deb o'zining Xitoy ziyoratini ayblaganlarga javob qaytarganligi tilga ilib o'tilgan. Diqqatni çekadigan shuki, Olaf Scholzning Uyg'urlar va Tayvan to'g'risidagi so'zlariga bu qitim Xitoy tarafdan hech bir inkas chiqmagan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Scholzning so'ziga raddiya qaytarmagan ham javobni bermagan. Odatda Uyg'urlar yoki Tayvan masalasi tilga eringan hamallar chichangshib, bu bizning ichki ishimiz. Ichki ishimizga aralashganlik, hech kimning ichki ishimizga aralish huquqi yo'q deb darhol e'tiroz bildirib jar soladigan Xitoydan bu navbat zo'nmi chiqmagan. Xitoyning Olaf Scholzning so'zlariga sukut qilishidagi sabab nima? Bu nimadan darak berdi? Uyg'ur siyosiy aktivlari va analizchilar bu savolga o'xshamagan nuqtalardan javob berib o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayı reisi Dulqin İsa Efendi bu haqda to'xtalganda oldi bilan Xitoyning g'arb ellari bilan bo'lgan orliqining kengayishi natijasida siyosiy obrazi zidilanib qolmay, iqtisodiy jihatdan ziyonga yuzlanayotganligini tilga oldi. Xitoy bu Rossiya bilan bo'lgan hamkorlik munosabatida Rossiya bag'ansir ojizlayotdi, butun dunyodan yetim qilyotdi. Bundaq bir xatarga Xitoy hukumati jasorat qilolmaydigan gap. Agar Rossiya bu urushda g'alaba qilgan bo'lsa, balkim texim jasorat qilgan bo'lishi mumkin. Bugun Xitoy Tayvanga hujum qilish ehtimolligi va bu masalada va Sharq Turkistonning qirg'inchilik masalasi bo'lsin, Hong Kong masalasi bo'lsin, davomli Xitoyni dunyo sahnasida yolg'izlikqa ishtirayotgan, yolg'izlikqa zo'rlayotgan bir vaziyatda bor. Shuning uchun Xitoy hukumati balkim siyosatni biraz o'zgartirish orqali burunqidek asabiy har nimani rad qiladigan vaziyatdan o'zini biraz qutuldirishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Germaniyadagi vaziyat analizchisi Farhat Muhammadi Xitoyning iqtisodiy manfaatini ko'zda tutib, oxirgi 3 yildan buyon o'zlarini tunji qatim ziyorat qilgan bir g'arb davlatining rahbari bilan Uyg'urlar masalasi sababli talash tortishga kirishni xohlamagan bo'lishi mumkinligini bayon qildi. Uyghur mecbur emgigi meselesi sebeplik bu Xitoyga Amerika başçılığındaki bazı devlet embargo yürgizayotgan bunda bir halkılık paytda Xitoy hukumati Germaniya hukumati bilan bevosita Uyghur meselesi to'g'risida talash tortish kirishdan ehtiyot qildi. Onun üstüge bu qitim bu Germaniya baş ministri o'zi bilan birlab bo'lgan vakillar umidimi dangliq shirkatlarning hammasining vakillari bor. Bu Xitoyni hozirdan ayt mamnun qilgan bir nuqta. Uningdan keyin Xi Jinping 3-qitim ta'qibga chiqqandan keyin 4-qitim bir Yevropa devletining rahbarining Xitoyni ziyorat qilishi. Bu Xi Jinpingni alohida mamnun qilgan nuqtalarning biri. Shunga menimcha Xitoy hukumati Uyg'ur masalasi sababli Germaniya hukumati bilan bevosita talash tortish kirishni xohlamadi ehtiyotchan pozitsiyada bo'ldi.